Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Maqsad sari kanalining ashaddiy obunachilari sog' salomatmisizlar. Bir kech kirganda salomlashib qo'yay dedim. O'zingizlar joninglar sog'mi? Qiynalmasdan, musofirda, vatanda yurgan yurtdoshlarimiz hammalaring sog' salomatmisizlar? Hozir mayda Moskvada bir ish bilan yurdik. Bitta narsa ko'rib qoldim, sizlarga ham ko'rsataman. Endi ko'rganlar ham bo'lsa kerak, ko'rmaganlar uchun-da qaranglar. Mana narsani to'g'risi men birinchi marta ko'rdim. Mana Yandex.Lavka. Robot dostavka. Mana dostavkani qilib kelishib mana. Ko'ryapsizlarmi? O'zi kelib parkovka qilar ekan. Hozir ketdi, dostavkaga ketdimi? Bir yoqqa ketyapti bu. Alloh insonlarga aql berib, qarang ketishdi. O, ketyapti. Mana bunga o'xshaganlar, mana mo'lar ham hozir keldi. O'zlari borib dostavkani qilib qaytib kelishyapti. O, yana kelyapti. Qaranglar. Qiziqda. Men uchun to'g'risi men ko'rmagandim, eshitgandim, lekin ko'rmagan edim. Mana o'nisi dostavkaga ketdi. Mana bu keldi mana. Qiziq narsa-da. Qaranglar. Men kuzatib o'tirdim, mashinada kelib tursak, peshoxodga kelib turib shuni to'xtatdi. Biz to'xtamadik, u to'xtadi. Keyin to'xtadik. Ko'rar ekanda, anaqa sezadigan nimasi bor ekan. Mana kelyapti. Mana ketdi. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqalar Yandex.Lavka deb yozib qo'ygan. U ham ketdi mana. Dostavkaga ketyapti. Odam kerak bo'lmay qolar shekilli, borib. Bunaqa ishlarga ham. Hozir o'zimizni yurtdoshlar rosa ko'p yigitlar dostavkada ishlashyapti. Bunaqalar ko'payib ketsa, populyarniy bo'lib ketsa, bular ham kerak bo'lmay qolar shekilli. Qaranglar, hammasi magazinlarning oldiga borib, joyiga borib to'xtayapti. Qiziq. Tinib tinchimagan odamlar, nimalarni o'ylab topmaydi deydi. Bugun biz bu mashinadamiz. Bunday Starix. O'zlaring sog' salomatmisizlar? Videom qorong'i bo'lib qolyapti, o'shuning uchun mana shu yerda videoni to'xtatib turaman endi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tunda ko'rishdik sizlar bilan.